Assalomu alaykum. Hurmatli gul shaydolari, hovlimdagi gulzorimga xush kelibsiz. Men bugun sizlarga marhama qilgan gullarimga Artifex Agrachemni ildiz biostimulyatorini bermoqchiman. Radifex ildiz biostimulyatori 6 komplekti shu bitta ildiz qo'zg'atuvchi dorisidan bermoqchiman. Hozir buni sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Mana buni shu holatda bo'ladi. 10 litrga mana ko'rsatib qo'ygan. 10 litrga hozir tomonida ekan. Mana 10 litrga 10-20 gram deyapti. 10 litrga. Hozir meni bu idishimdagi 6 litr. Paqirga 6 litr mana shu ariqda suvdan olib quyganman. Endi bunga 10-20 gram deyapti. Bitta kichkina qo'shig'imiz, mana shu choy qo'shig'imiz 5 gram tushadi. Demak, 10 litrga 10-20 gram desa, shu 5 bo'lsa, 5 gram bo'ladigan bo'lsa. Men bunga hozir mana hozir ko'rsatish ham qiyin bo'lyapti. Mana shu to'ldirmas endi mana hozir. To'ldirmas. Yana olib yuboraman. Oshiq bo'lsa zarar qilmaydi. Mana ko'rdinglar. Shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Buni yopib qo'yib chekiga. Mana endi shuni aralashtiramiz yaxshilab. Sizlarga ko'rsatgan, marhama qilgan gullarimga ildizini qo'zg'atish uchun quyib chiqamiz. Kecha indiyskiy siren gulimga ham yerida nami juda yaxshiligi uchun suv quymaganman. Hozir mana sizlar bilan quyamiz. Mana ikkita marhama qilganman. Shunda shularga Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu yog'ini ozgina to'saman ekan. Oqib ketyapti. 1 litr quysa bo'laveradi. Endi bu yoqda bugenviliya gullarim qilganman. Marhama bularni ham ko'rsatganman sizlarga. Mana bugenviliyani mana marhama onasidan mana bu yoqqa chiqarib qo'yganman. Mana ancha o'sib ketdi bu ham. Bunga ham qo'yamiz. Endi yana bu yoqlarda ham bor. Mana bu yerda. Mana shu yerda juda baklar hozir ko'payib ketgan. Katta bo'lishib bularga quyib qo'yamiz. Biz ildizini topib ichib olishadi. Bu orada ham bor edi. Topishib oladi o'zlari. Kamerlariga. Endi bu yerda tolguni ham marhama qilgan edik. Sizlarga ko'rsatganman bu haqida. Tuvakka mana tayyorlab qo'ygan edim. Bunga ham ildizini qo'zg'atish uchun yana bir marta quyib chiqamiz.
Bu yoqda keskanim uchun oqib ketadi, shuning uchun to'sib qo'yganman. Joyini to'g'rilab. Mana tol gulim ham hali ham mana ochilishi tugayapti, ochilmagan unchasi ochilyapti. Mana bu yerda parxama qilganim bor. Tol gulini. Mana ko'rsatsam. Mana. Bu yerda mana moldasi chiqib turibdi. Sizlarga ko'rindi menimcha. Yildiz qo'zg'atadi shu bilan. Yana qolgan gullarimga ham qo'yib chiqaman. Alaykum assalom qizim. Bog'chaga ketyapsizmi? Qochib turing, men hozir oldimdan. Endi bu yerda qora shahzodani ham sizlarga ko'rsatgan edim. Shunga ham hozir mana ozgina tuz qo'yamiz. Mana o'zini dan chiqqan parlari bilan ventilyatsiya qilib qo'yibdi. Bunga ham foyda bo'ladi. Bugun ochib qo'yaman. Hozir ozgina turib yana ochib olishimiz kerak. Nimaga suv qo'ydimda namlik oshib ketadi. Kechgacha ochiq turadi bu. Nimaga nami kuchli hozir bu yerda. Ochib qo'yib turaman bugun. Iloji bo'lsa bugun ertagacha ochiq turgizaman. Namlik chiqib ketishi kerak. Chirib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Mana sizlarga keyin bitta qizimiz so'rabdi. Bugun Viliyani ko'chirishdi. Yerda qoldirganman. Nima qilsam ekan degan. Yerga ekib qo'yganman. Siren guldi. Tuvagi bilan yerga eksammikin debdi. Yerga tuvagi bilan tuvagingizda gulingiz yaxshi turgan bo'lsa, tuproqlarini ko'ring. Tomiri qisilib, boshqacha bo'lib ketmagan bo'lsa, qisilib qolmagan bo'lsa, yerda qoldirishingiz mumkin tuvak bilan. Kattaroq tuvak bo'lsa, endi gulingizni hozir ko'rinishini bilmayman-da, qanaqa holatdaligini men tushuntiray desam. Agar tuvagida qisilib, oshiqcha chiqib ketmagan bo'lsa, uyga birinchi yili urash kerak-da, kichkina ko'chatda deyilyapti. Salqinroq, sovuqroq uyingizga olib kirib, podvalgami qo'yib tursangiz ham bo'ladi. Yo'q, yerga ekib bo'lganman deyapsiz. Yerga ekkan bo'lsangiz, birinchi yili urash kerak ekan bu indiyskiy sirenlarda ham. Mana meniki ham turibdi. Shu yerda yana bittasi sal nariroqda turibdi. Mana shu o'rtaga yana bitta oqidan olib, ikkalasining o'rtasiga ekmoqchiman, lekin bu yil birinchi yili urash kerak deyapti. Ildizlari yaxshi joylashmagan deyilyapti-da. Shuni harakat qilamiz. Men bugun Viliyani savol bo'pti, yerda sovuq uradi deb. To'g'ri, yerda qolsa sovuq uradi. Shu yerga ekkan bugun Viliyalarimni ura beraman deyishgani uchun 3 tasini ko'chirganman. Mana 3 ta bugun Viliyadan parxamalar ham qilib qo'yganman. Mayda gultoji xo'rozlar, rayhonlar ekilganligi uchun hozir palapartish bo'lib tiqilishib turishibdi. Endi yana bitta videorolik qilaman. Parxama qilingan shu bugun Viliyalarimizni kesib chiqaman. Buni ham ko'rsataman. Nimagaki mana o'sib ketgan katta bo'lib. Shu 10 sm qolsa yetadi shu yerdan chiqqanda. Shu shoxlaydi keyin. Bitta shox bo'lib chiqib ketmasdan hali amal tugagani yo'q, amal vaqti bor. 1-2 oyga. Avgust tugagani yo'q, hali sentyabr, oktyabrda Xudo xohlasa 15dan keyin 16dan boshlab qishki vaqtga o'tamiz.
bahorda 15 apreldan yozgi vaqtga o'tiladi. Oktyabrda 15 oktyabrdan qishki vaqtga o'tamiz. Shuning uchun oktyabrdan boshlab, oktyabrda 5dan keyin, 10dan keyin qishki vaqtga o'tguncha uyga olib kiriladigan gullarimizni hammasini tuvaklarga tuproqqa almashtirish kerak bo'lsa, almashtirib, bahorda almashtirgan bo'lsangiz, shu bo'yicha qishga uyga olib kirish uchun tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Shu 15 oktyabrgacha yerdan olib bo'lishimiz kerak. Dezinfeksiya qilib, profilaktika qilib, ichkariga kirganda gullarimizda orqa oldini qaraymiz, baklarini orqalariga har xil hasharotlar, lichinkalar qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab обработка qilib, yuvib, tozalab, keyin oxirida pereks vodorod bilan ham bir qator yana dezinfeksiya qilinsa, xullas 15 oktyabrgacha shu ishlarni bajarib 2-3 marta dezinfeksiyalarni qilib olsak, har xil hasharotlar, lichinkalarini o'ltirib olib, tuxumlarini, boshqalarini uyga olib kiramiz. Shu qaysi vaqtda olib kiramiz degan savolga, bugenviliyani berilgan haqidagi savolga aytdim shekilli. Bu to'g'risida alohida yana mavzu qilamiz. Bugenviyalarga ishlov berishdi. Qishki vaqtga tayyorlashdi. Men ham yerga ekib qo'ygan gullarim bor. Tuvagi bilan ekkanman mana. Shu kitayskiy roza 2ta ekilgan. Holati yaxshi emas edi. Yerga ekkandan keyin baraqlab ketdi. 2ta ko'chat shu yerda. Mayerda bittasi bor edi. Buni ko'rsatganman. Obordim. Bunisi rivojlanmadi, yaxshi bo'lmadi. Shu rozalarni ham tuvagi bilan ekkanman, bularni ko'chiraman. Bu yerda tolgullarim bor kichkina. Ularni ham tuvagi bilan ekkanman, ularni ham ko'chiraman. Keyin mana posta gulim mana nerda? Mana bu holatda ochilyapti. Ko'zim qiymayapti chiqarib yuborishga, bakma gulini olib borishga. Baklarini ko'rinishi xunuylashib turibdi. Bari kuchlari guliga ketyapti-da. Shuning uchun postani barglari ko'rinishlari ko'rimsizroq bo'lib qoldi. Shu gullarini to'liq ochilib olishini kutyapman. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha tinch bo'linglar.